Bunday gaplarsa to'qib bo'lmaydi. Tarixni bunaqangi haligi xas-xashaklardan tozalash kerak. Mayda gaplardan tozalash kerak. Behbudiyning obro'sini o'ylash kerak. Behbudiyning obro'si Behbudiy qayerdadir, qanaqa joydadir qolib ketadigan odam emas edi. Behbudiy shu shaxslarning o'rtasida bo'ladigan obro'ga ega bo'lgan odam edi. Buni unutmaslik kerak. U dinga bo'ladimi? U dinga bo'lmaydimi? Bundan qat'iy nazar Behbudiyning qabri mana shu odamlar ko'rsatilgan joyda obod bo'linishi kerak. Va ana shu joyga butun hamma imkoniyatni siz o tomonga tortmang, men bu tomonga tortmaylik. O'sha joyda odamlar shuni, demak, ko'pchilik shuni aytayaptimi, hujjatlar shuni tasdiqlayaptimi? Ana shu qarorga kelish kerak. Bir vaqtlar Amir Temurning tug'ilgan joyi haqida tortishib ketdi-da. O'shanda ham aybdor men. Amir Temur tug'ilgan joy yoqi Zanjirsaroy qissasi degan bir kitob yozdim. Amir Temurning haligi tug'ilgan joyini o'sha qadimgi kitoblarga asoslanib, Sharsabizda ham emas, Xo'jalarda ham emas, haligi Muborakda, Zanjirsaroyda deb aytdim. Buni men aytganim yo'q. Bu kitoblardagi gapi, eski kitoblarning gapi. Buni odamlar Payg'ambar Amir Temurni cho'lga borib qo'ydi, cho'lda to'ldirdi, falon qildi degan gaplar olib chiqib, yaqinma yopishdi hammasi. Akademiyaga qadar, yana qasga qadar. Lekin oxir oqibatda shu narsa ma'lum bo'ldi. Mana endi birisi bizni Qamashga Niyoziga keltirib qo'yapti, Amir Temur tug'ilgan joy. Odamlar aytaveradi har narsani. Lekin men shunda Jo'rabekim menga aytdi. Payg'ambar dedi, siz dedi Amir Temurni cho'lga borib qo'ydingiz dedi. Cho'lda obod qilamizmi dedi. Amir Temur dedi, bu inson cho'lda tug'iladimi dedi. Yo, men aytdim, Ismoil Qalanchayevich dedim. Ismoil aka dedim, men u kishini cho'lga borib qo'yganim yo'q dedim. Buni manbalar olib borib qo'ygan dedim. Salohiddin Tashqandiylar olib borib qo'ygan dedim. Men u kishilarning gapini gapirdim dedim. Xo'ja Ilg'or degan joyda bitta Arabistondan kelgan 12 yoshli bola aytgan. Ibn Arabshoh aytgan Xo'ja Ilg'orda tug'ildi deb. Birant batal akademik Bartolday odam bu bitta shundan boshqa hech kim bu joyda aytgani yo'q degan. Keling dedim, Zanjirsaroyda ham qo'yaylik, Xo'ja Ilg'orda ham qo'yaylik. Amir Temurning tug'ilgan joyi Sharsabizlik. Uning nabirasi Bobur aytgan. Amir Temurning zodi budi Keshtin uchun deb aytgan dedim. Shu Keshni Sharsabizni obod qilaylik dedim. Shu gapimdan keyin bu gapimni Islom Abdug'aniyga borib aytdi. Xullas Zanjirsaroy ham qolib ketdi, Xo'ja Ilg'or ham qolib ketdi, Kesh obod bo'lib ketdi. Mana bunda kim yutdi? Bunda kim yutdi? Biz endi bugun mana bu yerda Charog'ga borib Behbudiyning qabrini suhbat qilib qo'ysak, haykalini yoki bu yoqqa borib qo'ysak, bu to'g'ri bo'ladimi? Insof nuqtai nazaridan hujjatlarga asoslangan holda, xalqning haligi xotirasiga asoslangan holda, sovetlarning e'tirofiga ko'ra, iqroriga ko'ra mana shu qabriston, mana shu Molla Nusratulloh Xo'jayev 36-yilga qadar yashagan. Quloq bo'lgan, quloq qilib oxirida quloq qilib yo'qib yuborishgan. Behbudiyni chunki yoqlaganligi uchun quloq qilib yo'qib yuborishgan. Ana shunaqa Ranaxon, yana eshitsangiz.